Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni hamda videoroliklarimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugungi videomiz texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi islohotlar jadallashtirilishi haqida bo'ladi. Qonunchilikdagi yangiliklar. Texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi islohotlar jadallashtiriladi. Texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi islohotlarni ilg'or xalqaro amaliyot asosida jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, milliy sifat infratuzilmasini rivojlantirishning 2026-yil uchun asosiy maqsadli ko'rsatkichlari etib quyidagilar belgilandi. Barqaror rivojlanish uchun sifat infratuzilmasi indeksida O'zbekiston Respublikasi o'rnini kamida 20 pog'onaga ko'tarish. Xalqaro tarozi va o'lchovlar byurosi tomonidan e'tirof etilgan kalibrlash imkoniyatlari sonini 2,5 barobarga oshirish. Xalqaro darajada tan olingan akkreditatsiya xizmatlari ulushini kamida 80% ga yetkazish. Shuningdek, O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi tizimidagi O'zbekiston akkreditatsiya markazi Vazirlar Mahkamasi bo'ysunuviga o'tkaziladi. O'zbekiston ilmiy sinov va sifat nazorati markazi faoliyati to'xtatiladi hamda uning tarkibidagi muvofiqlikni baholash organlari tugatiladi. O'zbekiston standartlar instituti unga O'zbekiston ilmiy sinov va sifat nazorati markazini qo'shib olish orqali qayta tashkil etiladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Telegramdagi huquqiy axborot kanali.